bomba. Xayrlik sahar Marrakeshdagi ikkinchi kuni ko'zlarimdan ishib ketganda tunigun food tourdan keyin yotoqqa qaytib keldim. Soat 8:29 bo'ldi deyman. Kelib sovuq monchiq uchishib, shunda rahat yotoqimdan ichida havo tengshish batdiga sirtqa chiqqim qat'iy kamida, chunki dahshat issiq. Shu yotgan paytda yotoqda yetib damilib, atgan soat 7:30da biroq qopibdi mana. Ama shunda yaxshi dam oldim. Meni kimlar qarshi oldi? Atdeganda yotoqimdan chiqsam, eshigimdan oldilar. Albatta, mushuklarim meni qarshi oldi. Mening iliqi umoq kichik mushugim yo'q. Tutibli sumkamga silibli aksadagan bir mushuk. Topamadim, birdan turib qaytib kelgan chog'da bo'lishi mumkin. Bugun nima qilman? Bugun Rossiyani nashta qilib bo'lgandan keyin bozor arlayman. Naq shu Madinada turaman, men Kon shaharning o'ttirsida. Shu yotoqimdan atrofi sapli bozor bo'lgan ko'chalar ekan. Yani so'q deydi ekan. Shu bozor bo'lgan ko'chalarni arlab, payda yaxshi ko'rgan asrim bo'lsa, bugun olaman degandek. Ishikni oldiga chiqib, voy-mo'maylar o'tirdiga qaranglar. Men ikki tarafimda sapli voy-mo'maylar o'rindiqlarni qo'yib olib, ishikni oldiga chiqib o'tirdiga. Vatandagidek. Qo'lchilarni mana shundaqku. Bularimiz, mo'minlarimiz ishik oldilariga chiqib o'tirdi-ku. Mana o'tirdiga bularmi? Qarang, kaynimdika voy-mo'maylarni o'tirgan. Buna bir xil umaq. Texnisyen aşmaptı kögünlarda kişi baldır çıqıptı mən yataqdan. Əmdə içişqi başlayatdı yerlərini. Mən hazır Cama Alfana degan meydanığa gəldim. Qop quruq bir ya, gündüzlü degəndək. Kəşdi kəlsanlar bir yerə 8-dən keyin kəlsanlar acayip qaynaq bazar buldu ha bu ya. Yani Marrakeş kip qasanlar çoxum kilib ko'rdigan yerlərinin birisiymiş şu. Eşiyani açmaqda şunlaşqı mən hazır Mao Cama Alfana meydanında. Naşla qılmaqçı. Ma qatlamın inanayım. Tünügün food tourumda yegantimdeki şey yaxşı görüp qaldım. Bəhbəydə oxşutubkən mən qatlamınlarını bulan. Siga mandaq sosudan sürpədi. Naşlığımını qıb oldum. Marrakeş'e kilib en azan yegan naşlıqım boptu ha. 22 dirham. İlgirkim bir qatnaş tertibi degan narsa yo'q kezmi bu yerda. Va kishi odamlar o'tirgan aqsizaq yo'ldimmi? Yo'l bermaydi-ka, o'sha kesib o'tib ketaverdi-ka. Yo'ldan o'tmak bir kasbga bu yerda. Mazir Cama Alfana meydanının yenideki Kutubiya mescidinin aldida. Bu mescid 11. asrning o'ttirdan boshlab silinib, 12. asrda bitgan bir masjidda. Yani Marrakeshdagi eng cho'ng masjidlarning biri. Munari 77 metr egizlikda. Marrakeshdagi eng egiz imoratmi shu? Ya. Resimga tushdik ya, pul oldik ya. Bir videoga tatqinimga 40 dirham. Kutubiya masjidiningki kayniga o'tsanglar, shundaq bir bog'chisi bor ekan. Shu bog'chisiga kirib olinglar. Chiroyli bog'cha ekan. Men Kon shaharning ichiga qochdim. Bozorlayma bo'ldi. Kaynimdagi odamni ko'rdinglarmi? Ko'zoynak yılanni o'ynatyapti ha, ala. Ashuna naytib birdiki Onun közeynekli yılanında orundan turup başlarına oynatıdık degandek. Ben bayan baza arlab bir gilam aldım, bir yastık kap aldım. Bahat alışıp, 20 saat bahat alıştım ben. Hazır yatıqımga qaytib kelib, bir dem elib, hazır tushlik tamaq yegin chiqmoqchiyim men. Vallahi chidig'isiz issiq amma. Vallahi men hazır Illijardan degan aşxanaga keldim, tamoq yegandan va kichik sayroqqa aşxanasi. Malan yalpıt şeyini buyursam. Tamam.
Bu vatandaki çoğun apılarımızın öydeki çaynallığa oxşamanda. Salat aldım. Salatta de kokus verdik ya. Tacını aldık. Maguşu yumuşak ve küçük payda. Tatlı yemekliğini çıktı. Saffron crumble aldım. Wow. Küçük tamağımını yapıp çıktım. Şunda payda oxaydık tamakları, tatlıkları tamaktan keyin degendek. Bağının içinde yap. Yeşilçilik işte. Vallahi ben bazarlap yani bir monçun hasını aldım. Ve kişi usudım. Hazır ben meyadan meyve içmekçi. Say hi. Hi. Mevsiyden çokum içinlajmalar erden 20 dirhamga. Şunu çoğun mevsiyi berdi. Pek peyda mevsiyi. 3 days ya. İki bilezikni aldım. Vintage dukanlar ve kişizikga. İki qitim yatqımga qaytib keldim. Issiq chidamay, iki qitim monchoga tushib. Hozir men 3-chi qitim chiqishim. Hozir chiqib nima qilman? Yana bozorlab, undan keyin kashf tamoq yeb qaytib kelman degandek. Wow. Mau çaydını ve kişiziklayaq yani. Yeah, they're beautiful. Bilmayman, nelerge kip kaldım, qanday koçlağı. Kirib ketdim bilmayman, qilib. Esim qaygan, tutum taygan yerlerde menib jurayman. Keynimde motor kelyapti. Vın 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 uçqan quyundek ötüp ketirken yanımızdan. Bir ko'zgining bo'lgandi. Ben bir Nomad degan restoranga keldim. Butun shaharni ko'rib o'tgandim. Ve kişi rahat. Burger'ımız. Bulama kahvesi ve kişi peyzgah. Bir hafta spice'lar. Dardarmalarını silip kan kafa kemal. Vallahi tamaqımni yeb chiqdim. Endi birdan mangmisam. Men qalayim qanchalik ko'rdinglarmi? Kashug'ashqa butun adam ko'chada. Oyan deganni boshliqda qo'yishni deganni oyan ko'rmadim. No. Maymunlarni uchun odamlar kelibchi tuyuqsiz mo'ranglarga qo'yib qo'yar ekanda, undan keyin pul so'raydi ekan. Shunga bek diqqat qilsanglar bo'lmaydi bu maydonga kelgan chog'da. Beşinla aylanıp ketdi ballar bu maydonga kelsanglar. Undan keyin keynimdan da kuzaynak kichiklarlar bilan o'yin qo'yayotganlar bormi? Herkes bir resimga tatmanglar, resimga tassanglar, pul so'raydi sizlardan. Shunga bu maydondagi har qanday bir o'yin qo'yayotgan odamning yeniga berib, resimga tatib, videoga tatib qilsanglar pul so'raydi. Shunga bek diqqat qilinglar kelib qolsanglar. Xayrli sahar, Marokashdagi eng oxirgi kunim bugun. Qahsada qopdim ma'azir, nega borman? Batcha qahvaxonasiga borman. Tunugun dushanba kun taqaqgan, shunga bugun deganda berib, o'chrat turib, birinchi bo'lib kirmasam, azroqli kechikib qolsa inson 1-2 soat o'chrat turib kirdi ekan. Mening oyliq kichik mushugim yo'q-a, umoq mushugim yo'qolib ketdi, yana bir ko'rib olay desam, odatda mig'mig adam bo'lib ketilgan ko'chalar deganda hech kim yo'q qaranglar, sapli yerliklar degan qopqan. Valla menda eshaklarni ko'ringlarmi? Bunda arvolar bor ekan. Vatandagidek bularni ko'chalarga sularni chasib qaranglar. Do'konlarning oldiga, uylarning oldiga suv chachib ekanmiz shundoq. O'xshaydi xiyallari.
dit-on toujours que l'amour, que l'amour, que l'amour s'éteint quand vient le jour. Mon amour, mon amour, mon amour, parfois il nous chavire. Cet amour, cet amour, cet amour, toi et moi, telle douce étincelle. Acayip çıraylık bir kahvehane ekan. This was strawberry cream with the vanilla beans for coffee. Thank you. Kahvelerim çıktı. Kahvesiga makroyimini silib tavsiya qilgan cho'qim kelinlama kahvexona kelinglar kahva ichsin. Tatliqlarni yeb ketmasa bo'lmaydi ekan. Bekpeylikka kahvexona. Men qo'ygan fransuzcha mahsulotlar eng yaxshi ko'rgan mahsulotlar. Vloggerimda ishlatgan mahsulotlarni qo'ydik. Men farmi ko'proq bir xil. It's good, really good. It's with the spice. Yeah. I don't know. He recommended me. What did you get? What kind of coffee? Aha. Okay. Mine is like orange flavor. Yeah. Vlog tatlı pırtını yaptım ben. Kuşkumdan sarvayım tabii. Mavu scrambled egg with beef. Vallahi ben kahvelerimni içip çıktım. Bir saatlik oturuptum anasıda. Kahvelerinin türü acayip çıkıya. Ama baldır kilonlar onda açıdıkken, düşenbe günü açmaydıkken, 9:20'da çokum işik aldırı bopulunlar. Bulmazsa şu 1 saat yoki 1,5 saat, 2 saat ücret tutursizlarga, bilet alsizga ishikdan kirgan chog'da, ya'ni muzeyxon bilan birlashgan bir kahvexona ekan. Se fait souffrir, mon amour, mon amour, mon amour. Moi, l'enfant perdu, frissonnant comme l'hiver, sans tes bras, errant dans les rues, nous danserons plus ensemble. Adieu les souvenirs de l'amour, de l'amour, de l'amour. Peut-on en revenir? Vallahi ben Bayan Bahçe kahvexonasidan qaytib kelib, dam ilib, yataqimda bir salqinlab, hozir men tushdan keyinlik choy ishkini bormoqchi Royal Mansurga. Katqinda bo'lsa. Men umakni qaranglar, tatliqini. Ko'ringizmi, men yataqimdan chiqqan yerdagi mal qilaymi qanchaqlarni. Vallahi men hozir Royal Mansur'ninki kirish eg'iziga keldim. Qanchalik chiroyliligini meniki qaranglar. O qushlarning ovozlari. Bog'chining ichiga kirib qolgandek hissiyot berdi odamga.
Hoca Muhammed. Burunqi tanda men yana, burunqi tanda. Yürüküm köksimde, canda. Cinimden keçip turar men, ölümgü men bolup bende. Yüzüm aptapның xazanlıqıdır, közüm quyaşның qabristallıqı. Sözüm sözның ravanlıqıdır, özüm özümның şərəf şanlıqı. Qədimki zamanda yar üçün darğı isilğanç turar mən. Yer ve asman arasında məngü sərsan bular mən. 2014 yılı 20 noyabr Kuchada yazılğan. Vallahi mən Balburki vaxtına Royal mən surğan. Ama eşqisi yok. Bağçıları bək çıxkən, şunlaşqa. Arlap, bağçılarını körüp, qılçımı bir saat ötüdü. Qaranlaşında çıraylıqları. Manda yani nimdaydı şippan. Ras, olcuda şippan deyimiz manda yani. Toxtumay kuşlar sayraydık ya. Bağçının içinde her xilləri yansa üsümlüklər, şunda çıraylıq. Şunda şippanın içinde otlarım bayandan yaqıdır 20 minutda kitabımını oxutdum ha. Marrakeş'te qaysı əttirimni şıltatmaya göstərib qoyaya. Aesop'ninki Marrakesh Intense degan şu əttirimni ip geldim Marrakeş'e. Ve kişi Paris Pride'u bulma. Pek yaxşı görmə bu əttirimni. Thank you. Bu içimdeki acayip peyzge. Yapboz, limon. The Black Forest with chocolate fondant and cherry bars and empty. With almond and chocolate, lemon stick. Mulazimetlerinin isilliği her bir tatlıqni şunday sabır bilan, inchlik bilan tushundirib, o'zim yolg'iz kelgachga kelib mening qishimga men bilan paranglashib, paydiyalarni tanishtirib, yana qaytib Jamal Fana meydoniga yetib keldim. Qancha qitim keldim bu yerga o'zimni bilmayman. Kunda 2-3 qitimdan keldim bu maydonga. Saldım niye boğunumda 40 minut bulaydı tekçe. İkinci tamıqım çıxmadı. Saxla ahire çıxdı ya meninki mao tövbe göşürü qılan taciyinlim. Hayatımda tunca qitim tövbe göşü yergan buldum. Vallahi tamıqımni yap bulup kündü keşliğe keldiğen meydanımda keldim yana. Yamg'o yig'vatdi ko'nglimlardek. Vatanninki bozorlarini eslatmamda. Kınolama ben ma şortunu alsam 10 dirhamga. Meğer mani, su ama bulkularını ekepleri bularını ben buyurtmağam. Vallahi ben bir gün sırtı arlap, hazır yatqımga qaytib keldim. Şundaq bir hostelda yattım, 4 kişilik hostel bu.
Bugun ertagan meningki ichki yotoqdishim check out qilib chiqatdi. Hozir yotoqda bugun o'zim yolg'iz yotadigan o'xshayman, hech kim yo'q. Erta Stockholmga qaytaman. Shunda payda shunda yaxshi sayohat qildim Marrakashda 3 kun. Undan keyin Mavo Kashlik bozori bo'lgan maydon bog'u Jamoa Al-Fana degan. Shu maydonga borgan chog'da diqqat qiling, chunki u maydonda o'yin qo'ydiganlar beksichiq, biriga ilon o'ynatadiganlar. Yaqin berib ko'rsangiz bo'ldi, ammo apparatingizni, telefoningizni ilib rasmga yo videoga tortman desangiz, pul so'raydi ekan, pul to'laysiz ekan. Shunlashqa bunga bek diqqat qiling. Undan keyin maymun o'ynatadiganlar bor ekan. Ularga bek diqqat qiling. Ular shu pul so'raydi ekan. Undan keyin Kashlik bozoridan tamoq yegan chog'da yemakchi bo'lgan tamoqingizningki shu menyusini berdi. Menyusini bergan chog'da cho'qim bahosiga qarang. Qancha shu o'zingiz yemakchi bo'lgan tamoq shu bahosini tutib oling. Chunki siz yeb bo'lgandan keyin jiq pul ilishi mumkin. Undan keyin siz buyurtmagan narsalarni akilib oldingizga qo'yishi mumkin. Men tunji kuni kelib maydonda tamoq yegan chog'da men bir narsa buyurtdim, yo ikki narsa buyurtdim. Qarsam bular deganning boshqa narsalarni akib to'kyapti. Men mushu tamoqimga qitib ash narsalarni beramdikin debman-da. Masalan, zaytun, undan keyin salat, sos, non mushu narsalarni akib buyurtgan narsalarning yeniga ash narsalarni qo'ydi. Amaliyotda ularga pul oldi ekan. Meva suyini cho'qim iching, 20 dirham ekan. Bek payda meva suylari. Undan keyin qahvaxonalar bor, bekchiq shu maydonda. Qahvaxonaningki to'piga chiqsangiz, butun mushu Madina shahrini ko'ra olasiz. Manzarasi bek payda. Mushu maydonni aralgan chog'da mushu narsalarga diqqat qilinglar. Undan keyin ko'chalarda mangan chog'da ishonch bilan shu qo'rqmay mag'rur aslida minglar bo'lmasa azroq mandaq esib qolgan mandaq u yoqqa bu yoqqa mandaq tantirab qolgandek mansanglar kayninglarga odamlar kirib oldi ekan. Mayoqqa boramsan, oyoqqa boramsan, sen bordigan ya mayoqda, matrabda deb sizga yo'l ko'rsatib ekan. Shunlashqa o yo'l ko'rsatpaginiga bekorlik yo'l ko'rsatmaydi ekan. Keyin undan keyin pul so'raydi ekan o yo'l ko'rsatpaginiga. Ya bo'lsa no debla rahmat kerak yo'q debla shundaq o'zinglarning yo'liga mengivasanglar bo'ldi ekan. Atroflamda ilinishib qoldinglarmi? Bo'ldi, pul so'ragan sizni qo'yatmaydi, pul so'rab kaynog'iga kirib oldi. Yaxshilik qilmaydigan odamlarni hazar aylanglar. Hamda hamma odamlar unda emas, ba'zilari bor, yaxshi ammayliqi kirishib olgan odamlarga hazar aylanglar. Ular cho'qim pul so'raydi. Undan keyin bozor aralgan chog'da narsalarning bahosini toza tushiringlar. Aşı şəgininglarca vatanda aşı bekkiliqi narsalarning bahosini dərtlaş qılmızğı bazarlarda naq aşındaq aşı hər bir ağan narsangizning bahosini tushirib so'rang. Qo'rqmay aşı tushirib xapib qolamı ya mandaq ochiq kelib ketami deb argiz nim qilmanglar. Aşı bahosini aşı qancha tushirib so'rsanglar shuncha azam bahoda olalaysizlar narsalarni. Taksiga o'tirgan chog'da cho'qim bahosini kelishib taksiga chiqing. Undan keyin ras eng muhimi yaningizda doim naqd pul bo'lsin. Chunki har qanday bir yerga borsangiz naqd pul kerak ekan. Chunki bularda umumlashmagan ekan. Butun yerda karta ishiltish. Agar kelib qolsanglar diqqat qilish tegishlik yerlari misal ekan. Sayohat qilish bo'lsa, men hayotimdagi eng yaxshi ko'rgan ishlarning biri. Men hayotimning oxirigacha fursat bo'lsa, imkoniyat bo'lsa, shu dunyoni ko'rishni eng yaxshi ko'raman. Har bir qitimlar sayohatdan keyin nurg'un narsalarni o'rganman. Shu bo'lgan davlatimningki madaniyatini, tarixini, u yerda tanishgan insonlar, yegan tamoqlarim, bo'lgan yerlarim degandek menga bir o'rganish, o'sib yetilish bir tajribasi bo'ldi. Har qitim sayohatdan keyin qaytib kelganimda turmushni texmi so'yaman, hayotni texmi so'yaman, o'zimning qanchalik talaylik ekanligimni qaytadan tunib yetaman. Xayrli sahar manglaga Marrakashdagi 4-kunim bugun tushdan keyin ketaman. Shunlashqa azroq vaqtim bor. Men yaxshi ko'radigan choyxonaga kelib nashtalar qilishni qaror qildim. Hello. Can I film? Thank you. Spicy, Okay. salty, and sweet. Thank you. You're welcome, sir. Veksi içtim men amma bu yalpız çiğni dikşet yaxşı gördüm ben. Şeker sammağını içtinglar. Mençe şeker sağını veksi tatlıqqa birden bir nessanlarla ko'ngillar deydi.
Valla ma yelimiş emasken tatlık geldim ona. Ximirda qalğan bununlama yelimişdek uşaq qılıb. Pranikka kichik praniklar. Uch xil tamda, uch xil o'xshamaydigan arangda. This looks beautiful. Thank you. Bunda bir bo'libsini ba'di. Mavi humus qilgan shortga, ekşi pekkan shortga. Akışlar ekşi. Man qaranglar. Mavi Türklerning bir tam quvog'i, imdaymiz, men. Yaxshi ko'rdim. Mavi biz yigitlarda pishirdiganmanda qiliqi santiniki yana bir xil emasmi? Naq o'zi shu. Naq shu. Uningki mana bir salati bor ekan, qitqi, qaymoq, uningki hasal. Butunlay o'simlik bilan o'ralgan bir restoran. Mana shu restoran shu mana. Ana axirgi kunim ketkim kelmayotdi. Hello. Boleh try. Cukup kesanlar mevzusunlar. Yes. Ben tonları kavup bilgini keldim. Foto tour qilgan kuni boshqanda menimki turum ekelgan. Yana bir qitim yeb ketmoqchi va kishi taydan cho'qim kelinglar. Thank you. Yeah. Thank you. Qozqumdek to'y ketdi. Ko'ringlarmi qanchalik tanglikligini menimki. Valla men Marrakeş'teki Menara aeroportida 3 kunlik Marrakeş hayatımni tugatib, hozir qaytmoqchiman Stokgolmga. Marrakeş vlogimni ko'rganlarga ko'pdan-ko'p rahmat. Shunda payda o'ynadim, Marrakeşda hayat qildim 3 kun. Hayotimda unutilg'isiz aslimlarni qoldirdim. Stokgolmda ko'rishaylik. Xayri xo'sh, umid bilan yashanglar.